bergan mehri oqibatidan azizlar. Hozir esa ba'zan ukam nima yeyapti ekan deb o'ylanib ham qo'ymaydi. Akam ser bolaligida u nima qilyapti ekan deb uka o'ylanmaydi. Shunchalik ham bo'ldikmi azizlar? Axir bizning yurtimiz, bizni vatan, musulmonlar, umuman mana shu Movarannahr xalqi azizlar bunday bo'lmagan. Aka uka oqibati butun dunyoga namuna bo'ladigan bo'lgan. Lekin shu gaplarni gapirsak, bir xilgilar aytadiki, "Ey domla, siz bilmaysiz, har kim o'zidan o'tganini o'zi biladi. Men shuncha yaxshilik qilsam ham u menga qaytarmaydi, u menga yaxshilik qilmaydi, u bu yaxshilikni bilmaydi" deb ukasini, akasini oqibatini gapiradi. Qarang azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizlarni juda ogohlantiryapti. Ya'ni kim rahmda qarindosh urug'likni uzadigan bo'lsa, Alloh ham undan o'zini rahmatini uzib qo'yar ekan. Mana shu narsadan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hattoki bizni juda ham qo'rqitadigan bir hadisni ham Rasulimiz